Bu mandarinlardan biri sensan, yana biri dugonang. Xo'sh, o'zingga nisbatan qo'llagan har negativ so'zingda mandarinning bir qismini tozalaymiz. Men yetarlicha yaxshi emasman. Bir parchani tozalaymiz. Men chiroyli emasman. Yaxshi. Men jasur emasman. Men aqlli emasman. Men kuchli emasman. Buni suvga solib sinab ko'ramiz va kimni suzib, kimni cho'kishini ko'ramiz. Nima bo'ldi? U cho'kdi. U suzmoqda. U suzyapti. Bu yerda nimani tushunding? O'zingga aytgan yomon so'zlaring seni cho'ktiradi. Albatta, qachonki o'zingga nisbatan yomon so'zlar aytsang, qachonki o'zingga ishonmasang, himoyangning bir qismini yo'qotasan va so'ng hayotingda cho'kib ketasan.